Anchadan beri yaxshi uy niyat qilib yuruvdingizmi? Aynan mana shu variant siz uchun. Bu uyimizni mehmonxona qismini bitta ko'ring. Juda ham chiroyli remontda bitgan barcha mebel texnikalari aynan siz uchun moslab qilingan. Xo'p, mehki zonasiga o'zingiz e'tibor qilib qo'yishingiz mumkin. Dekoratsiyalariga ham gap so'z bo'lishi mumkin emas. Dizaynerskiy proyektda qilingan. Xo'p, manzilimiz lokatsiyasiga keladigan bo'lsak, Shayxontohur tumani, Drujba Narodov Kamolon osh markazining tepasida, nima deydi o'zbekchiligimizda, Toshkent City'dagi uy emas, Toshkent City'ga qarab turgan uy qimmatroq bo'ladi dedi-ku. Xuddi shunaqa lokatsiyadan uyimiz. Hamma xonalarimiz razdельный ekan, ya'ni bir koridor orqali kiriladi. Cho'pli pollari bor, o'zingiz e'tibor qilib qo'yasizlar. Bu yoqda oshxonamiz joylashgan, oshxonani o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Barcha mebel texnikalari tayyor va bu yoqda sanuzelimiz, ya'ni hojatxona. Bu yoqda yuvinish xonamiz joylashgan, o'zingiz ko'rib o'tib ketasizlar. Va bu yoqda bitta detskiy yotoqxonamiz. O'zingiz ko'ringlar. Va bu yoqda bitta kattalar yotoqxonasi. Barcha mebel texnikalari tayyor holatda. 9 qavatli binoning 6-qavatida joylashgan 3 xonali 72 kvadrat metrli xonadonimiz. $131 ming so'ralyapti. Kelishadigan joylari bor. Opsiyada nomer qoldiraman. Batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi.